Bugun sizlar bilan bo'lajak kelinga beriladigan top uzuklar haqida gaplashamiz. Birinchi uzugimiz hech qachon trenddan qolmaydigan va doimo muhabbat ramzi bo'lgan Annaklassik uzugimiz. Sizlar uchun ko'rinishi chiroyli, lekin grammi oz va narxi hamyonbopini tanladik. Ikkinchi uzugimiz ko'zsiz variantdagi gullar shaklidagi uzuk bo'lib, narxi hamyonbopligi va ko'rinishi qimmatbaholigi bilan ajralib turadi. Uchinchi uzugimiz Eternity Ring, ya'ni abadiylik uzugi deyiladi. Bu uzukni qo'shmasak bo'lmas edi, chunki bu uzuk abadiy sevgini ifodalaydi. Narxi ham aynan cho'ntagingiz uchun mos tarzda chiqqan. To'rtinchi modelimiz yosh xonimlar orasida trendga chiqqan Van Cleef uzugi. Bu uzuk sizni yuqori didingizni belgilabgina qolmay, har qanday did egasiga yoqishi aniq. Beshinchi modelimiz Nejniy uslubdagi Dorika uzugi bo'lib, bu uzugimiz ham hozirgi vaqtda trendda bo'lgani uchun sizlar uchun tanladik. Oltinchi modelimiz klasterning modeli bo'lib, aynan nikoh sovg'asi uchun mos tanlov hisoblanadi. Va albatta, biz yigitlarimizni o'ylagan holda narxlarni hamyonbop qilib chiqardik. So'nggi uzugimiz Mesk uzugi. Yosh qizlar orasida barchaga birdek yoqadigan ushbu modelni bu ro'yxatga qo'shmaslikning iloji yo'q edi. Sizga qaysi uzuk yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring.